Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Murodjon. Men bugun sizlar bilan Stickman Dismounting o'yinga o'xshash o'yinni Yandex Game'da o'ynashda davom ettiramiz. Qanunda boshladik. Xo'p. Hozir menda 25.224 pulim bor. Rekordim 868.203. Xo'p. Xo'p. Yana tiqilib qoldi do'stlar, yaxshi. Qani bu safar rekord yangilay olamizmikan, yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Xo'p. 50.000 bo'ldi. 66.000, 70.000, 80, 90.000. Yo, rekordni yangilay olmasak kerak. Bu aniq. 107.000, 108.000 bo'ldi atigi. 108.549. Rekord yangilay olmadik. Bu safar rekord yangilaymiz degan umiddaman. Yana tiqilib qoldi chunki. Xo'p. Cho'ta nimagadir kamroq, nima deydi? Kamroq hisob beryapti. 329.000 yaxshi. 346.000, 350. 360.000. 361.009. Bu safar ham tiqilib qolarmikan? Yo'q, bu safar tiqilib qolmadi. Xo'p, 6.000 bo'ldi, 6.500 bo'ldi. Xo'p, 11.000 ga o'xshash ko'rindi menga. Yo'q. Xo'p, bu safar ham tiqilib qolmadi. Hop. Yana tiqilib qoldi. Yaxshi. 10.000, 13, 14, 15.000, 16, 20.000, 30.000, 50.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 124.000, 130. 150.000. 190.000, 200.000 bo'ldi. Hop. 250.000. Hop. 300.000. Hop. Bo'ldi, to'xta. Ama yengilagan yaxshina bo'ladi. Hop, 350.000 yaxshi. 400 bo'ladi hozir. Voy, buni ko'rdinglarmi qanaqa turishni? Savat uni ko'taryapti. Men bu odam savat ko'tarib turibdi-yu, savat uni ko'tarish kerak emasmi? Xo'p, 3648. Xo'p, bu safar rekordni yangilay olmayman degan umiddaman. Yangilay olmasam kerak rekordni. Chunki hali bir 700.000 dan bo'lgani yo'q-da. Yana tiqildi. Xo'p, ko'ramiz bu safar nima bo'lar ekan. Xo'p, 17.000, 20.000. Rekord yangilay olmayman shekilli, yana bilmadim. 30.000 zo'r, 10.000 yig'yapti bu. 60.000 bo'ldi, 70.000 bo'ldi. Xo'p, turdi. Yo'q, yana yiqilib qoldi. 85.321 da to'xtadi. Yaxshi emas bu. Xo'p.
Yana tiqilib qoldi. 2 marta ketma-ket. Bu safar juda ko'p tiqilib qolyapti. Xo'p, juda ko'p joy tiqilib qoldi. Yo'q-mo'yo, nima bu? Xo'p, hali 100 ming ham bo'lgani yo'q. Qanaqa qilib rekord yangilamoqchisan, bilmadim. ming pul berdi. Hop, buni pul demaylik, buni nima deymiz? Dollar deymiz-da. 38.310 dollarim bor. Hop, bu safar tiqilib qolmadi. Bu safar ham tiqilib qolmas ekan. Xo'p, bu safarchi tiqilib qoladim. Yana tiqilib qolmadi. Zato mana bu narsa tiqilib qoldi. Lekin bu uncha ko'p rekord bermasa kerak. Uje chiqib ketdi. $111 berdi. Hop. Yana tiqilib qoldi, yaxshi. Xo'p, bu safar nima bo'lar ekan, a? Bu hali 50 ming ham yig'gani yo'q-ku. Qanaqa rekord yangilayman bunda? Endi 100 ming bo'ldi. 8 dan bir qismini egallar. Hop, 200 ming bo'ldi. 8 dan 2 qismini egalladi. Hop. Yo'q-mo'yo, nima deydi? Xuddi bir kompyuterda o'tirayotgandek turibdi. Hop, 250 ming. Bo'ldi, to'xta. Bo'ldi, kod yozurma, nimadirlar yozib o'tiribdi. Bo'ldi, to'xta. Hop. Atila qilyaptimi? Yo'q-mo'yo, atila qilyaptimi? 1 sekund qoldi. Yo'q-mo'yo. Bo'ldi. Va 1 sekund qoldi. Endi yarmini egalladi. Rekord. Yo'q, hali yarmini emas ekan. Rekordi yarmiga ozgina bordi, lekin pulni ko'rolmadi. Bo'lmadi bunisi. Xo'p, mana bu mashinadan sotib olamiz. Qani bunda qanchalik rekord yig'sa bo'lar ekan? Tiqilib qolmadi-yu. Nimasi bu? Bo'lmabdi-da. Xo'p, balki mana unda quvchi ko'rsaychi. Vahshe kam rekord bor. Vahshe hisob beryapti. Vahshe nimadir deydi. Mana cho'kkacha chiqibdi. Ha, 5000 berdi. 5563. Hop. Hop, 1111. Hop. 3000 juda ham kam. Judayam. Hop. Hop.
Xo'p do'stlar, har do'stlar sizlar bilan murojaat bo'ldi. Telegram kanalimga, YouTube kanalimga obuna bo'ling. Keyingi qismi chiqish uchun bo'pti 5 ta like, mana shu videoga 5 ta obuna olib kelsak, men keyingi qismini chiqaraman. Agar bu videoga 10 ta like va 10 ta obunachi olib kelsa bu video, men Minecraft videolarini chiqaraman. Har do'stlar sizlar bilan murojaat bo'ldi.